va Yangi Zelandiya texnologiyalari asosida qurilgan ushbu yerosti uylari mehmonxonasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida barpo etilgan. Ushbu lokatsiya O'zbekiston mehmonxona sanoatidagi birinchi yerosti uylari hisoblanadi hamda ko'plab mehmonlarning qiziqishlariga sabab bo'lib kelmoqda. Yoz fasli tugab bormoqda, shu bilan bir qatorda bizda mehmonlar yetarlicha. Xonalarimiz 29 ta nomerdan iborat va ichki tashqi basseyn hamda dam olish zonalari, restoran va kafe barlaridan iborat. Ushbu joyni kelib ko'rish istagida bo'lsangiz yoki oldindan joy bron qilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Hammaga rahmat.